Hozirgi avuldan Ko'ktob avulida turaman. Ko'ktob avuluna hozir suv kelib, biz suvdan qiynalib yurib edik. Kelib, mana devlet trubalarni tashlab yig'ib o'tir. Bizning avulda kran yo'q edi, suv yo'q edi, tasmali devden mashina kelayotgandi, katta mashina, kichkina mashina ta'tillarga kelayotgandi. Suvda satib olatdik, vaqtida tasib ichdik, arqdan ichdik, avuzda ichdik. Hozir Xudoga shukr, prezidentimizga Shavkat Mirziyoyevga rahmat aytamiz. Sog' bo'lsin, salomat bo'lsin. Havuzdan taşırdık. Satıldılar. Mana arpa danalarda eksildi. Endi o'sha oqova suv kelib tursa, hamma xo'jalik uchun, hamma uchun yaxshi bo'ladi. Yaxshi. Shuni eshitib xursand bo'lib o'tiribmiz. Biz o'z mahallada jasaymiz ya, necha yildan beri. Suvsiz, nonsiz tirlik yo'q balani. Suv endi kelyapti ekan, yani prezidentimizga ulkan rahmet. Suvning qiyinligini bizlar bilamiz. Xudoyning qarnini da yertdik, muzini da yertdik. Qancha alıslardan suv tasıdık. Keyin aytıyorlar bir mashinamen akelib traktormen keldi, ularni da ko'rdik ani. Çöl zonasında jasasaqdan endi suv kelyapti ekan. Qishlog'imiz bari xalqimiz o'z quvonib o'tir ani suv kelganga. Suvning qadrini bizlar bilamiz. Bir tamshini ani. Endi izimizden yergen baldar, kelinler, kızlar o'sha qadrini bilsin, tushunsin. Hozirgi kunda Navoiy viloyatida 2026-2028 yillar ichimlik va oqova suv quvurlarini rekonstruksiya qilish, mukammal ta'mirlash dasturlari asosida Kanmix tumanining Sho'rko'l mahalla fuqarolar yig'inidagi Haqiqat, Nurlijo'l va Yangiobod Qatag'an qishloqlarida ichimlik suv tortish ishlari amalga oshirilmoqda. Ushbu loyihada 11 milliard so'mlik mablag' sarf qilinishi ko'zda tutilgan. Buning natijasida ushbu qishloqlardagi, ovullardagi 246 dona xonadonlar va 1000 dan ziyod aholi iste'molchilari ilk bor markazlashgan ichimlik suvi bilan to'liq ta'minlanadi. Ushbu dasturimiz 2026-yil yakuniga qadar ishlar tugatilishi ko'zda tutilgan bo'lib, hozirgacha 30 kilometrdan ortiq ichimlik suv quvurlari yotqizilib, qolgan ishlar davom etmoqda. Muhtaram prezidentimizning aholi yashash turmushini takomillashtirish, yanada yaxshilash maqsadida qilingan bo'lib, hozirgi kunda necha yillar mobaynida ichimlik suvi ta'minlanmagan hududlarga ichimlik suvi to'liq yetkazib berish ishlari bajarilmoqda.